Fransiyada sentyabrdan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanadi. Qonunga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar 15 yoshga to'lmagan foydalanuvchilarning akkauntlarini o'chirib tashlashi kerak bo'ladi. Shuningdek, 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning internetda o'tirishini cheklash maqsadida raqamli komendantlik soati joriy etiladi. Nyu-Yorkdagi maktabda odamsimon robot dars bera boshladi. U qo'l va oyoqlarni harakatlantira oladi, ammo sinfxona bo'ylab yura olmaydi. Ta'kidlanishicha, robot ularni taniy olishi uchun o'quvchilar maxsus platforma orqali unga ulanishi kerak. Bitta robot o'qituvchining narxi $57,000 tashkil etadi. Rossiyada ayollar ham harbiy xizmatga chaqirilmoqda. Yoz fasli boshlanganidan beri harbiy xizmatga layoqatli ayollar harbiy komissariyatlarga chaqirilayotgani aytilmoqda. Ayrim ayollarga qonun bo'yicha taqiqlangan bo'lsa-da, harbiy yig'inlarda qatnashish haqida chaqiruv qog'ozlari kelgan. Yaponiyada konditsionerli kiyimlar ommalashmoqda. Bunday kiyimlardagi kichik ventilyatorlar tashqi havoni ichkariga haydab, tana atrofida havo aylanishini ta'minlaydi. Bu esa issiq kunlarda ishlayotganlar uchun ancha qulaylik yaratadi va tana haroratining ortiqcha ko'tarilishini kamaytirishga yordam beradi. Braziliyadagi qamoqxonalardan biri qo'riqchi itlardan voz kechib, ularning o'rniga g'ozlarni qo'riqchi sifatida ishlatishga qaror qildi. Qamoqxona xodimlarining aytishicha, itlarni o'rgatish, parvarish qilish va saqlash katta xarajat talab qiladi. G'ozlar esa tug'ma hudud himoyachilari bo'lib, o'z hududini juda faol qo'riqlaydi. Ular begona odamni darhol payqab, qattiq g'aqillab, shovqin ko'taradi va bu qo'riqchilarning zudlik bilan chora ko'rishiga yordam beradi. Bu qushlar qo'riqchilik vazifasini shu qadar yaxshi bajaradiki, ulardan hatto chegaralarni qo'riqlashda ham foydalanila boshlangan. Xitoyda taxminan 500 ta g'oz yuzlab kilometr hududni patrul qilishga jalb qilingan. Ular chegara buzarlarni erta aniqlashga yordam bergan. 2034-yilgi jahon chempionati uchun Saudiya Arabistoni 350 metr balandlikda noyob stadion qurishni rejalashtirmoqda. Arena 46 ming tomoshabinni sig'dira oladi va osmono'par binoning tomida joylashgan bo'ladi. O'yinlar davomida muxlislar bulutlar orasida o'yinni tomosha qilishlari mumkin. Pastda shaharning panoramali manzaralari mavjud. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidagi Zarkent qishlog'ida kuchli do'l yog'ishi kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasvirlarda do'l yog'ishi oqibatida hudud oq rangga burkanganini ko'rish mumkin. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, viloyatning shimoliy hududlarida shakllangan do'lli bulutlarga qarshi 3 ta maxsus otish punktidan atmosferaga jami 20 ga yaqin alazan snaryadi otilib, do'lning oldini olish choralari ko'rilgan. Biroq Zarkent qishlog'i davlat chegarasiga yaqin joylashgani sababli bu hududda atmosfera jarayonlariga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari cheklangan. Natijada qishloqda kuchli do'l yog'ishi qayd etilgan.